Agarda siz ham qo'y boqsangiz, bu ma'lumotni bilishingiz shart. Ko'pchilik qo'y bilan shug'ullanadigan insonlar so'rashadiki, qo'yim ko'p aksiryapti, tishini g'irchillatyapti va o'zgarishi yaxshi emas deb. Buning sababi organizmdagi parazitlar hisobidan va parazitlarning ikki xil asosiy turi qo'ylarni o'limgacha olib boradi. Birinchisi seneroz miya qurti, ikkinchisi esa esteroz nafas yo'llaridagi qurtlar hisoblanadi. Seneroz, ya'ni bosh sohadagi miyada joylashgan qurt haqida juda ko'p qo'y boqadigan insonlar eshitishgan, lekin esteroz haqida esa eshitishmagan. Esteroz qo'ylarni nafas yo'lida, bronka tagida shakllanadi. Bularni davolash, organizmni tozalash uchun tarkibida ivermektin hamda klozantil saqlovchi Iversanto Plus 50 kg tirik vazniga 1 ml hisobda teri ostiga inyeksiya qilinadi va ikkinchi navbatda albendazol suyuqligi og'iz orqali ichqiziladi. Bu ham 20 kg tirik vazniga 1 gram hisobda ichqiziladi. Ko'rsatilgan preparatlar yordamida 14 kunda 1 marta, maksimal 2 yoki 3 marta shu tartibda qo'ylaringizni emlab qo'ysangiz, hayvoningizni parazitlardan yaxshigina himoyalagan bo'lasiz va ortiqcha o'lim holatlari kuzatilmaydi. Veterinariya bo'yicha ma'lumotlar qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting va bu videoni qo'y boqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Albatta foydali bo'ladi.